Assalomu alaykum aziz kitobsevar do'stlar. Toshkent tuman axborot kutubxona markazi siz aziz do'stlarga eng sara kitoblarni tavsiya etishda davom etadi. Bugun sizlarga havola qilmoqchi bo'lgan kitobimiz Baxtli yashashning o'zgacha usuli, beparvolikning nozik san'ati kitobi. Yillar mobaynida bizga ijobiy fikrlash, baxtli va muvaffaqiyatli hayot kaliti deya uqtirib keldilar. Ortiq bunday bo'lmaydi. Ijobiylikka tupuring, deydi Mark Manson. U imkonimiz cheklanganini tan olib, voqelikni boricha qabul qilishni maslahat beradi. Qo'rquvimiz, nuqsonlarimiz va mubhamliklarni boricha qabul qilgach, ortiq ulardan qochmaymiz, balki ularga qarshi yuzlanamiz. Izlanganimiz jasorat va ishonchga erishamiz. So'nggi yillarda Manson ancha ommalashgan blog orqali o'zimiz va atrofimizdagi olam haqida yolg'on tasavvurlarni va ularni to'g'rilash haqida yozdi. Nihoyat o'zining achchiq haqiqatlarini ko'nglingizdagi kitobga jamladi. Kitobni o'qir ekansiz, muallif ko'ngilochar hikoyalar va achchiq hazillar bilan yelkangizdan silkib, mudrokdan uyg'otgandek bo'ladi. Aziz kitobsevar do'stlar, kutubxonamizga tashrif buyurib, ushbu kitoblardan samarali foydalanishingizni so'rab qolamiz. E'tiboringiz uchun rahmat.